Assalomu alaykum, Faloniya kanali obunachilari. Mana bugun Niholda birinchi pochinimizni Jizzax viloyati Zomin tuman. Zomin tumani qayerga ketyapti aka? Savodga. Sovet qishlog'i. Savod qishlog'iga. Xudo xolasa 1000 dona akamizga zakaz qilishganda 615 ta 620 ta yukladik. Ko'chatlar M1 sorti. Xudo xolasa orqaga ikki qatorli qilib yukladik. Mana tuvaylari ham katta. Bu yoqlariga korobkada yukladik. Mana sidinagacha. Xudo xolasa oldin ham 2 yil oldin olib ketgandingiz aka. Qalay bo'ldi ko'chatlar? Ko'chatlarimiz zo'r. Bultur 1 yil o'stirib oldikda. 24-yil olgandingiz-a? Ha, bultur 24-mart kuni tagidan kesdik, abreska qildik. Aha. Mana aldi 8 metr, 9 metrgacha o'sdi. Orqasi 5 metr, 6 metr stollari to'g'ri zakon. Hammasi ko'kladimi, xudo xolasa? Bironta pateri bo'lmadi. Mana shunaqa yengil mashina olib ketganda, hozir ko'rganlar bu tuvay baquvvat. Bu hali yo'lda ham ezilsa boshqa bo'lsa ham xudo xolasa tuvay baquvvat ketaveradi. Rozimiz sahimizdan. Narxlarni ham akamiz ikkinchi marta kelgani uchun kelishtirib Baraka topgani uchun bu yil yana kelyapman. akamiz qo'yarga o'tgan yakshanba telefon qiluvdingiz-a? Bugungi yakshanbaga nima qildik? Nihollarcha kichkinaroq edi. Bugun 19-aprel 2026-yil sanasida mana shu Tbilisadan yuklab olib chiqdik. Xudo xolasa, agar kimga nihol zarur bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar aka. Sizga ham rahmat kelganingizga. Sizlarga ham rahmat shunchalik nihollarni yetishtirib, odamlarni ko'chatni ta'minlagani uchun sizlarga ham katta rahmat. Xo'p, salomat bo'ling aka.